muloyimlik haqida Oysha onamizdan shunday hadis rivoyat qilinadi. Innalloha rafiqun yuhibbur rifq. Alloh taolo halimdir, halimlikni, muloyimlikni yaxshi ko'radi. Va hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz aytadilarki, albatta muloyimlikning egasiga, ya'ni halim kishiga berilgan ajru hasanat, yaxshilik qo'pol kishiga va undan boshqalarga berilgan xislatlardan ko'ra ajr mukofoti ham ko'proqdir, ham ziyodaroqdir dedi. Bitta samimiy odam buni qanday tushunasiz? Bir samimiy kishi, halim kishi, og'zidan hech qachon fojir gap chiqmagan, odamlarga nisbatan doim yaxshi gapirgan kishi bilan qo'pol so'kinib yuradigan, og'zidan bechaka chiqadigan, odamlarga gapirsa baland ovozda gapiradigan kishining ikkalasi ibodatga keladi. Misol uchun bizlar ko'rib turgan. Juma namoziga keladida, har ikkalasi juma namozini o'qiydi, lekin halim kishiga, muloyim kishiga beriladigan savob qo'pol kishiga berilgan savobdan ko'ra ko'proq bo'lar ekan. Mana shu narsani Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu narsani bizga o'rgatyapti. Shuning uchun azizlar, faqat Allohning uyida emas, atrofimizdagi kishilarga ham muloyim bo'lishimiz kerak. Uyimizdan tashqariga chiqar ekanmiz, ish joyimizga boramiz. Jamoat joylariga borganimizda boshqalar bilan munosabatga kirishamiz. Ayniqsa hozir kecha kunduzda qo'pollikning bir manbai bo'lib qolgan joy bu begona joy emas. Bu ham bo'lsa o'zimizning rolimizning chambaragining atrofi. Minib olgan ulovimiz. Shunday kishilarni ko'rib qolasiz, mashinangizga kelatsangiz ortqingizdan turib signal berishligini yoki mashinalar bilan qo'pollik qilishligini ko'rasiz. Mashinadan tushirsangiz bir qo'lidan pashsha o'lmaydigan kichkinagina bir bolacha bo'ladi. Buncha zardani qayerdan oladi? Buncha nafratni qayerdan oladi? Bir og'iz gapirsangiz, gapingizning nafasida turib bera olmaydigan bir bola mashinaga o'tirgandan keyin oynasini qoraytirib olgandan keyin ichida kim borligini bilmaysiz, bir ham qo'pol insonga aylanadi. Yoshi katta kishilarga qilib ketadigan ishoralarni ko'rsangiz,